Rossiya propagandisti Solovyov o'z efirlarida O'rta Osiyoni Rossiyani ta'siri doirasi ostidagi viloyat deb atadi. Agar Rossiya Ukrainada harbiy operatsiyani qila olgan bo'lsa, yana shu kabi tadbirni xalqaro huquqlarga tupurib qo'ygan holatda boshqa mintaqalarda ham qo'llash mumkin-ku deb aytdi. Assalomu alaykum. Bugun tarixda loyihasi. 15 fevral kuni Rossiya Afg'onistonni sharmandalarcha tark etdi. Afg'on urushi bu nafaqat ikki davlat o'rtasidagi to'qnashuv, balki Sovet ittifoqini inqirozga va millionlab insonlarning taqdiri o'zgarishiga sabab bo'lgan fojiali tarixdir. 1978-yili Afg'oniston hokimiyat tepasiga kommunistik qarashdagi Afg'oniston Xalq demokratik partiyasi keladi. Yangi demokratik hukumat va xalq o'rtasida qonli kurash boshlanadi. Mamlakatda diniy va an'anaviy qadriyatlarga zid islohotlar o'tkazilishi xalqni qattiq qarshiligiga va fuqarolar urushiga sabab bo'ladi. 1979-yili 27-dekabr kuni Sovet maxsus kuchlari Qobuldagi saroyni ishg'ol qilib, Afg'oniston rahbari Amin Hafizullohni taxtdan ag'daradi. Uning o'rniga SSRga sodiq bo'lgan Babrak Karmalni olib kelishadi. Sovet ittifoqi Afg'onistonga harbiy kuch bilan kirib, ichki siyosiy nizolarni o'z manfaati yo'lida hal qilish va o'z ta'siridagi hukumatni keltirib qo'yish maqsadi bilan harakat qildi. Bu harakat Afg'onistonda uzoq, qonli va halokatli urushga aylanib ketdi va natijada ikki mamlakat tarixida chuqur iz qoldirdi. Urush davomida nimalar bo'lgan? Bu urush 9 yil u 1 oy va 19 kun davom etgan. Mujohidlar Sovet qo'shinlariga qarshi jang qilishgan. Ularni AQSh, Pokiston, Saudiya Arabistoni va Xitoy qurol-yarog' bilan ta'minlab turgan. Bu ochiq frontdagi jang emas, balki tog'lardagi pistirmalar, minalar va kutilmagan hujum urushlari edi. Sovet askarlari mahalliy iqlim va relyefga moslashishda juda qiynalishgan. 1986-yildan boshlab AQSh mujohidlarga ko'chma zenit raketalari tizimlarini bera boshlaydi. Bu Sovet aviatsiyasini ustunligiga chek qo'yadi va urushni borishini keskin o'zgartiradi. Urush 1979-yil 27-dekabrdan 1989-yil 15-fevralga qadar, ya'ni 3338 kun davom etdi. SSSR Afg'onistonga bir vaqtning o'zida 100 mingdan ortiq bo'lgan qo'shinni kiritdi. Biroq mahalliy mujohidlarni partizanlik urushiga bardosh bera olmadi. Sovet ittifoqi bu urush uchun kuniga taxminan 10-11 million rubl sarflagan. Bu ittifoq siyosatini belini sindirgan asosiy omillardan biridir. SSR ittifoqidan jami Afg'onistonda xizmat qilganlar soni 650 mingga yaqin. Ulardan 15 mingga yaqin askar halok bo'ladi va 50 mingdan ortiq askar yaralanadi. Ushbu urushda 64 mingdan ortiq o'zbekistonlik yigitlar ishtirok etgan. Ulardan 1500 dan ortig'i halok bo'lgan. Afg'onistondan esa 1 milliondan 2 millionga qadar bo'lgan tinch aholi va jangchilar qurbon bo'lgan. 5 milliondan ortiq kishi esa qochqinga aylangan. Urush qanday yakun topdi? SSR hokimiyatiga Mikhail Gorbachov kelganidan so'ng bu bema'ni urushni to'xtatish kerakligini tushunib yetdi. 1988-yilda SSR, AQSh, Afg'oniston va Pokiston o'rtasida qo'shinlarni olib chiqish bo'yicha Jeneva kelishuvi imzolandi. 1989-yili mana shu kun 15 fevral kuni general Boris Gromov Amudaryo ustidagi do'stlik ko'prigidan o'tayotib, ortimda bironta ham Sovet askari qolmadi deb e'lon qiladi. Urush SSSR iqtisodiyotini zaiflashtiradi va xalqning hukumatga bo'lgan ishonchini so'ndiradi. Bu ittifoqni parchalanishini tezlashtirgan omillardan biri bo'ldi. Tarix haqiqatdan ham takrorlanish xususiyatiga ega va Afg'oniston misolida bu yaqqol ko'rinadi. Bu mamlakat bejizga imperiyalar qabristoni deb atalmaydi. Shunday ekan, bu urushda kim g'olib bo'ldi? Agar g'olib deb o'z yerini chet el qo'shinlaridan tozalagan tomon nazarda tutilsa, shubhasiz mahalliy xalq, ya'ni mujohidlar g'olib bo'ldi. Dunyoning eng kuchli державаларdan biri SSSR o'sha davrning eng zamonaviy qurollari bilan kirib kelgan bo'lsa-da, o'zini mafkurasini
Afg'oniston xalqiga singdira olmadi. Musulmonlar uchun bu shunchaki urush emas, balki jihod, muqaddas urush sifatida qabul qilindi. Bu ularga o'limdan qo'rqmaydigan kuchni berdi. Ular Afg'onistonni sotsialistik davlatga aylantirmoqchi bo'lishdi. Milliardlab pul sarflashdi, minglab odamlarni qurbon qilishdi. Lekin 9 yildan keyin hech narsaga erisha olmay chiqib ketishdi. Natijada SSRni o'zi inqirozga yuz tutdi. Tarix takrorlanadi. Keyingi bosqichda esa AQSh va NATO buni isboti o'laroq 2001-yildan 2021-yilga qadar AQShning Afg'onistondagi zulmi bunga yaqqol misol bo'ladi. Sovetlardan 20 yil o'tib, AQSh ham xuddi shu xatoni takrorladi. 20 yil jangi jadal qilib, 2 trillion dollar sarflab, oxiri baribir Afg'onistonni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldi. Bu yerda asosan ikkita yirik kuchning harakatlarini befoyda deb baholash mumkin. Tarixchilar va siyosatshunoslar buni sabablarini quyidagicha ko'rsatishadi. Bizning soatimiz bor, lekin ularning vaqti bor. Afg'on kurashchilarini mashhur gaplari. Bu nima degani? Bu bosqinchini kuchi qanchalik zamonaviy bo'lmasin, ular baribir mehmon yoki vaqtinchalik kuch. Mahalliy xalq esa o'z uylarida, ular asrlar davomida kuchlikka tayyor. Har bir imperiya Afg'onistonga o'z maqsadlari bilan kirdi va natijada nimalarga erishdi? 19-asr Buyuk Britaniya mustamlaka qilish maqsadida kirdi va natijada sharmandali mag'lubiyat bilan chiqib ketdi. SSSR 20-asrda kommunizmni o'rnatish maqsadida kirdi va natijada iqtisodiy va siyosiy tanazzulga uchrab chiqib ketdi. AQSh 21-asrda demokratiyani o'rnatish maqsadida kirdi va natijada 20 yildan so'ng hokimiyatni yana Tolibonga topshirib chiqib ketdi. AQShning Afg'onistondagi chekinishi haqida keyinroq dasturlarimizda to'xtalib o'tamiz. Eng katta fojia shu ediki, bu urushlardan oddiy afg'on xalqi eng ko'p jabr ko'rdi. Ular 45 yildan beri tinchlik nimaligini bilishmadi. Shaharlar vayron bo'ldi. Avlodlar o'qish va ilmdan mahrum qoldi. Xulosa qiladigan bo'lsak, tarix ko'rsatadiki, musulmon o'lkalariga sirtdan begona mafkurani kuch bilan olib kirishi doimo muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Iymon va vatan himoyasi tuyg'usi eng zamonaviy qurollardan ustun kelishi Afg'oniston misolida bir necha bor isbotlandi. Iymonning moddiy kuch ustidan g'alabasi bo'lgan Siratda Ahzob g'azotiga nazar solsak, bunda butun arab qabilalari va mushriklar birlashib Madinani yo'q qilishmoqchi bo'lishadi. Musulmonlar soni va quroli kam, lekin iymoni kuchli edi. Afg'onistonda ham dunyoning eng qudratli super державasi va uni ittifoqchilari bir tomon, qo'lida eski qurolidan boshqa hech vaqosi yo'q, lekin qalbida iymoni bor mujohidlar bir tomon bo'ldi. Alloh Qur'onda aytganidek, oz sonli guruh ko'p sonli guruh ustidan Allohning izni bilan g'olib keladi. Afg'oniston bu oyatning 20-asrdagi tirik isboti bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka da zulm ko'rganlarida ular sabr qilishdi va zarur bo'lganda hijrat qilishdi. Lekin hech qachon o'z e'tiqodlaridan voz kechishmadi. Sovet qo'shinlari kirganida millionlab afg'onlar Pokiston va Eronga hijrat qilishdi. Ular lagerlarda ochnahor qolishdi. Lekin kommunistik mafkurani dinsizlikni qabul qilishdan ko'ra qiyinchilikni afzal bilishdi. Bosqinchilar yerni egallashlari mumkin, lekin qalblarni egallay olmaydilar. Afg'on xalqining sabri Siratdagi sahobalarning matonatini eslatadi. Mutakabbirning mag'lubiyatiga Siratdan yana bir misol. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam Makkaga kirib kelganlarida u zot nihoyatda tavozelik bilan tuyada boshlarini egib kirgandilar. Sovet qo'shinlari esa Afg'onistonga nihoyatda katta mutakabbirlik bilan biz yengilmas kuchmiz degan da'vo bilan kirgan edi. Tarix shuni ko'rsatadiki, kim Allohni unutib o'z kuchiga bino qo'ysa, Alloh uni eng zaif ko'rgan vositalar bilan mag'lub etadi. SSSRni yenggan narsa faqat raketalar emas, balki Afg'on tog'laridagi oddiy cho'pon kiygan, non va suv bilan kun kechirgan insonlarning duosi va sobit qadamligi edi. Afg'oniston tog'u toshdan iborat joy. U yerda buncha kurashni kimga keragi bor? Birinchidan, Afg'oniston Hind okeaniga o'tiladigan yagona mintaqa bo'lib, tarixda esa Hind okeani inglizlar tomonidan boshqarilgan.
Agar o'sha okean qo'lga olinsa, hamma mintaqadagi davlatlarni qaram qila oladi. Inglizlar o'zlarini okeandagi nufuzlarini saqlab qolishlik uchun Afg'onistonni devor sifatida turishini xohlagan. Ikkinchidan, islomiy tushunchalar Afg'onistonda saqlanib qolgan. Chunki soqol, hijob, islom ahkomlari haligacha u yerda joriy etiladi. Rossiya imperiyasi O'rta Osiyoni bosib olganidan so'ng, to 1991-yilga qadar bir asrdan ko'proq vaqt o'z bosimi ostida boshqarib keldi. Mustaqillikdan 34 yil o'tib, yana Rossiyadan O'rta Osiyoga tahdid tushayotgandek ko'rinyaptimi? Rossiya propagandisti Solovyov o'z efirlarida O'rta Osiyoni Rossiyani ta'siri doirasi ostidagi viloyat deb atadi. Agar Rossiya Ukrainada harbiy operatsiyani qila olgan bo'lsa, yana shu kabi tadbirni xalqaro huquqlarga tupurib qo'ygan holatda boshqa mintaqalarda ham qo'llash mumkin-ku deb aytdi. Bu nutq ko'plab markaziy osiyoliklar tomonidan xalqaro huquq va davlat mustaqilligiga tahdid deb baholandi. Bu gaplar qanchalik haqiqatga ega bo'lmasin, shu Afg'onistonni kuni ertaga O'rta Osiyo boshiga tushsa, hozirgi yoshlar Afg'oniston mujohidlari kabi o'z vatanini himoya qilib, o'zligida, dinida turib bera oladimi? Vaholanki, Afg'onistondagi bir necha yillik urush va bir necha imperiyalar tahdidlari ularni dinidan, nasallasidan ajrata olmadi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolamiz.